Moskva shahrida soxta mehnat shartnomasi qilib berayotgan jinoyat guruh ushlandi. Hujjatlar joyida bo'lsa ham chet elliklar ishlashi mumkin bo'lmagan yerda ishlagan migrantlarni deportatsiya qilindi. Volgogradda sabzavot dalalarida ishlayotgan migrantlarga qarshi red tadbirlari bo'lib o'tdi. Rossiyaga so'nggi paytlarda sababsiz ketmaslik holatlari juda ko'paydi. Video so'ngida shu haqida batafsil. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 26-oktyabr. Navbatdagi migrantlar hayotida sodir bo'lgan real voqealar va migrantlarga oid yangiliklar bilan tanishing. Moskva shahrida 3000 dan ortiq chet elliklarni noqonuniy bo'lishlarini bu yerda ta'minlagan jinoiy guruh qo'lga olindi. Bu jinoyatchilar soxta hujjatlar bilan bir kunlik firmaga chet el fuqarolarini ishga joylashtirishgan. Aslida hech qanday mehnat shartnomasi tuzilmagan. Mehnat shartnomasi tuzilgandan keyin ish beruvchi va ishlovchi tomonidan yuborib qo'yish kerak bo'lgan bildirishnoma bu firmalar bilan tuzilgan shartnoma bo'yicha yuborilmagan. Ko'p holatda mana shu chet el fuqarolarini joriy bo'lib turgan patentlari annulyuron bo'lib ketgan. Bu firmalar mana shu shaxsiy o'zlarini kabinetlari orqali chet el fuqarosidan mehnat shartnomasi tuzishganini soxta qayd etishgan va bu usul orqali yuborib mana shu zakaz qilgan fuqarolarga berishgan. Shu o'rinda tabiiyki mehnat shartnomasini oldi, buni hech qayerga olib borishim kerak emas ekan degan tushuncha bo'lib qolgan va mana shu mehnat shartnomasini Gosusugo orqali shu ish beruvchilar yuborib qo'yishi o'zi bilan kifoyalanishgan. Rossiyada taqiqlangan hududda ishlayotgan chet el fuqarolari hujjatlari bo'lishiga qaramay mamlakatdan majburiy chiqarib yuborildi, ya'ni deportatsiya qilindi. Bu hudud Krasnoyarsk o'lkasida joylashgan. Bu yerga maxsus xavfsizlik xizmatining ruxsatnomasi kerak bo'ladi, ya'ni chet elliklar ishlashlari uchun. Ushbu migrantlar uchun ishlashlari taqiqlangan bo'lgan hududda bu akalarimiz oshpaz bo'lib ishga kelishgan va bularning hujjatlari joyida ekanligiga qaramay mamlakatdan majburiy chiqarib yuborildi. Yuqorida aytgandek deportatsiya qilingan. Men bu haqida Telegram kanalimda post qoldirganman. Yani Telegram sahifamda Rossiyada qaysi hududlar chet elliklar ishlashlari va bu yerda bo'lishlari taqiqlanganligi haqida. O'tib bu yerda Rossiyada chet elliklarni taqiqlangan hududlarda bo'lishlari va u yerda ishlashlari manzillari bilan tanishishingiz mumkin. Noqonuniy migrantlarga qarshi red tadbirlari dronlar bilan bu safar Volgogradsk viloyatida sabzavot dalalarida bo'lib o'tdi. Bo'tda ham shu Rossiyada noqonuniy bo'lib turgan 150 dan oshiq kishilarga hujjatlar tartib bo'lganligi sababli ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan va 20 ga yaqin kishilarga hujjatlari umuman bo'lmaganligi sababli mamlakatdan majburiy, ya'ni deportatsiya qilib chiqarib yuborilgan. Oxirgi paytlarda Rossiyaga sababsiz kiritmaslik holatlari ko'paygan va mana shu Rossiyaga chegaraga chiqib kelmoqchi bo'lgan yoki Rossiyaga birinchi marta kelayotgan chet el fuqarolari mamlakatga sababsiz ba'zi bir holatlarda kiritilmayapti. Patent bilan ishlaganmizda. Mana akamiz keldi. Hozir necha yilga deport bo'ldingiz aka? 50 yil. Patent yaxshimidi? Ajoyib. Men patent Hozir akamizni бессрочный deport, бессрочный. Бессрочный degani nimasi yo'q degani, srogi yo'q deganida. Aka qayerdan kirib chiqdingiz kelyapsizmi? yo'q. O'zbekistonga ketyapman. O'zbekistonga kelyapsiz? Rossiyaga kirgizmadi. Sagarchin granitsa. Ko'p vatandoshlarimiz shunda adashmovchilikka yo'l qo'yishyapti. Mana bu videoda ham ko'rishimiz mumkin. Bu do'stimiz chegaraga chiqmoqchi bo'lib, Rossiyaga qaytib kelmoqchi bo'lgan. Va bu holatda ko'rishimiz mumkin, bu akamizni umrbodlik Rossiyaga kirishi taqiqlanganligi haqida yozma ravishda ma'lumot berilgan. Bu akamiz o'z navbatida ko'ryapmiz, noto'g'ri tushuncha bo'lyapti mamlakatga, endi umrbodlik kirolmas ekanman deyapti. Aslida esa unday emas. Rossiyaga kiritishga mumkin bo'lmagan chet el fuqarolari haqida boshqacha tarzda akt beriladi. Bunday ko'rinishda emas. Bu akamiz ham mana shu mamlakatga endi umrbod kirolmas ekanman degan noto'g'ri fikr qilib qolyapti. Orangizda shu akani tanigan bo'lsa yoki o'zlari meni ko'rib turgan bo'lsalar menga murojaat qilishlari mumkin. Bu akamizni albatta taqiqlari bor. Rossiyaga kirishga umrbodlik taqiq qo'yilgan. Bu akamizni taqiqlari men bekorga yechib beraman. Ya'ni bu akamizda noto'g'ri tushuncha bo'lyapti. Bu kishini mamlakatga Litso Nijlatins Privani Rossiyskiy Federatsiya deya umrbodlik taqiq bilan emas, boshqacha, ya'ni to'lamay qolib ketilgan qarzdorlik sababli umrbodlik taqiq bilan mamlakatda bo'lish uchun chet el fuqarosiga yozma ravishda ma'lumot berilyapti. Yana qaytaraman, orangizda bu akani taniganlar bo'lsa, menga murojaat qilishlarini ayting. yoki o'zlari meni ko'rib turgan bo'lsalar, menga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Men bu sizni Rossiyaga kirishga qo'yilgan taqiqingizni yechib beraman. Do'stlar, shuning uchun doim Rossiyaga chegaraga chiqmoqchimisiz? Avval o'zingizni tekshirib biling.
Rossiyaga qayta kirishga taqiqqa ega emasmisiz? Yoki O'zbekistondan Rossiyaga kirib kelayotgan bo'lsangiz, avvaldan o'z haqingizda ma'lumotni olib oling. Rossiyaga kirishdan oldin tishlatni tayyorgarlik ko'ring. Sababsiz mana shu mamlakatga qo'ymasliklardan bir necha faktorlari bu o'zi to'g'ri tuta olmasligingiz, telefonda saqlangan materiallar saqlashingiz. Bu haqda men bir necha marta aytib o'tganman. Nima bo'lganda ham ehtiyot va ogoh bo'ling. Do'stlar, sizlarga tayyorlagan hafta davomida yangiliklar shulardan iborat edi. O'ylayman sizlarga bu yangiliklar manfaatli va kerakli bo'ldi. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolaman. Salomat bo'ling.